Mana shu Ramazon bizning hayotimizdagi eng afzal Ramazon bo'lib qolishi kerak. Ko'proq Qur'on o'qishimiz kerak. Ko'proq Allohni zikr qilishimiz kerak. Ko'proq sajdalar qilib olishimiz kerak. Ramazon bu hamma ham kira olmaydi Ramazonga. Tiriklargina kiradi. O'liklarga Ramazon yo'q. Biz bilan o'tgan yili tirik bo'lib Ramazonda ro'zasini tutgan, bir safta namoz o'qigan qancha birodarlar bor. Qancha namozxonlar bor edi. Ular bugun yo'q. Ular bugun yerni tagida turibdi. Ular bugun ro'za tuta olmayapti. Ularning eng katta orzusi bor. Ularning orzusi hozir shu qabrda ostida turgan bo'lsa, qaniydi dunyoga qaytsam deyapti. Bu orzusi dunyoga qaytsam-u farzandlarimni quchoqlasam deyotgan yo'q. Suyukli yorim bilan uzoq gaplashsam deyotgan ham yo'q. Chala qolib ketgan binoyimni qurib olsam ham deyotgan yo'q. Yoki bo'lmasam bozordagi tijoratimni davom ettirsam ham demayapti, ishonaring. Ular qabrda ostidagi shu qabrda zulmatini ko'ryapti. Qabrda qorong'iligida, zakida, sovuqda turibdi. Ular mana bu qorong'i qabrda yoritadigan, nurli qiladigan narsa faqat amali solih ekanligini bilib turibdi. Ularning orzusi mana shu. Ro'za tutosam deydi. Ro'zani ham qanaqa tutsam, Alloh rozi bo'ladigan darajada tutsam deydi. Hamma ro'za tutishi mumkin. Ba'zilar ro'za tutadi-da, vaqt o'tmayapti deydi. Vaqt o'tmaganidan u yoqqa bu yoqqa yuribdi. Vaqt o'tmaganidan serial tomosha qilyapti vaqt o'tkazishga. Bu Alloh rozi bo'ladigan ro'zalar emas. Vaqt o'tmagandan shaxmat, narda o'ynayapti kimlardir. Qo'l telefonini titratyapti. Haqiqiy ro'za Allohga ko'proq istig'for aytadi. Allohga zikr qiladi. Vaqt o'tmayaptimi? Odamlar hozir vaqt ulg'mayapti deyapti, yetmayapti deyotgan bo'lsa, bu ro'zadorlarga vaqt o'tmayapti ekan. Vaqt o'tmayotgan bo'lsa, qiblaga qarab o'tirib istig'for ayting. Qur'on tilovat qiling. Vaqt o'tganini bilmay qolasiz. Alloh bilan yaqinlashing. Bu bir yilda bir keladi. Bu hammaga ham emas. O'sha qabrda yotganlar eng katta orzusi Ramazonga yetib olish. Agar siz u bizga mana shu seni oxirgi Ramazoning desa qanday bo'lardi? Odamlar hamma yo'lni unutadi. Sadaqalarni ko'paytiradi, zikrlarni ko'paytiradi, Qur'on tilovatini ko'paytiradi. Bizni tutayotgan ro'zalarimizdan boshqacha bo'lib ketadi. Lekin Alloh taolo bizga shunday rahmati bo'ldi, bizni Ramazonga tirik yetkazdi. Sog' salomat yetkazdi. Qancha odamlar kasal. Mana xastaxonalarga boring. Kimlardir kasalligidan jigari ishdan chiqqan, buyragi ishdan chiqqan, yotibdi ro'za tutolmasdan. Kimlardir oshqozonidan amaliya qilyapti. Ular ham yotib olib, qaniydi sog' bo'lsam ro'za tutaman deyapti. Unga borib tasalli berasiz. Alhamdulillah, siz bilan bizni Alloh taolo salomat yetkazdi. Biror joyimizda xastalik yo'q. Ro'za tutishlikka muvaffaq qildi. Nimaga? Allohning rahmati bo'ldi. Mashalar ro'za tutib jahannamdan o'zlarini ozod qilib olsin dedi. Bu Allohning fazli. Bunga Allohga shukr qilish kerak. Alhamdulillah bizni sog' salomat yetkazganiga.